Al familiyaң, atың, отчествоң бәрін башыбыр. Men Allam Mergin ve Eyse Atabek kızı Tokumaç Mahalle Bostan köşede turaman. Banka barıp banktan 60 milyon so'm kredit alacak boldum. Qayсы банкадан? Qishloq qurilish. Mhm. Qishloq qurilish bankidan. Keyin menga aytdilar, qo'lingga dedi, başta 40 milyon beriladi dedi. 20 milyon o'zlarini olib 40 milyon so'm qo'lingga beriladi dedi. Keyin 40 milyon bo'lmaydi degandan keyin sal qo'shdilar degandan keyin üstüne 2 milyon qo'shib beradigan bo'ldi. Shu bilan 42 milyonga chiqardik. Qo'lima 42 milyon so'm berildi, 18 milyon bankda olib qoldi. Bizlar bo'ylashamiz, ko'p odammiz deb. Necha etib olib qoldi? Plastikka berdimi, naqd berdimi? Plastik. Men plastikda 42 milyon so'm bor edi, qolgan 18 millionni ular o'zlari yechib olgan. Bankadan prema tushib berdi-ku. Ha. Mhm. Mhm. Yana ne? Kim aralashdi ona? At familiyasini bilmem ben. Yo'q, qaysi etajda o'tiradi? Nechanchi etajda? Ikkinchi etajda o'tiradigan bir xotin o'rtadagi stolda o'tiradi. Shu xotin gaplashgan etgan. Nima dedi? So'roq savol etgan, dokumentlarni turlagan shu men borgan vaqtlar sen biz cho'tkir sen dokumentlarni berib qo'yibmiz dedilar. Kirdim. Kirgandan keyin biz cho'tkirib hamma narsani etib dokumentlarni turlab chiqdim. Chiqqanimdan keyin 24 saat içinde plastikler tushadi dedi. Keyin aradan 2 kun o'tdi, tushmadi. Yani aydan oxiri bo'lganga bir narsasi tozalanyapti dedilar. 6-bazar kunga to'g'ri kelib qoldi. 1-kun abitda pul tushdi. 42 milyon so'm. 42 milyon tushdi. 18 ming qoldi bankada. 18 milyon bankda qoldi. Bizlar ko'pchilikmiz oradan bo'lishadi pulni dedilar. Yaxshi dedi. Pul kerak bo'lgandan keyin yaxshi dedi. Sana pul zarur edi. Ha, zarur edi. Zarur bo'lgandan keyin oldim. Oz bo'lsa. Endi 18 milyon kerakmi, kerak emasmi sana? Kerak. Alışım kerak. Ya qolaverama bankada. Yo'q, alışım kerak. Eğer pul minusga kirib boratyapman hozir. Pul kerak bo'lgandan keyin ular 42 millionda oldim. Ana anda 18 milliondan men qo'lima olmagan puldan o'zim kisemdan to'lashim kerak. Qaytarajaqlar. Havo. Shuning uchun qaytarib olajaqman bankdan. Yazıp berdiğin yerde yazıp berasan bu ariza. Ha, yazib beraman. Niye mecburladı sana? Hiç kim mecburlamadı mı? Hech kim majburlamadi. O'zim xohishim bilan pul oldim. Biroq bankdagilar o'zlarini ko'p pul olib qoldilar. O darajada 18 million olib qolib xato. Olar, ko'chirib